sizlarni o'zingizlarni tashabbusinglar bilan, o'zingizlarni qiziqishinglar bilan bugun mana futbol musobaqasini uyushtirib turibmiz. Bu musobaqani uyushtirilishida, o'sha polani haqqini berishda kim sponsor qilgan bo'lsa, hammasiga maktabda administratsiyasi nomidan, mana Toshlar o'yinini JTSVning nomidan minnatdorlik bildiramiz. Katta rahmat ularga. Har doim shunaqa bizni o'quvchilarimizni, bizning maktabimizni shunaqa sport bilan shug'ullanishida sharoitlarni yaratib berishda davomli bo'lishini xohlaymiz. Bugungi uchrashuvimiz hozir Bilim ministerstvosida Qorasuv rayon bilim berish bo'limida Qirg'iz tili Jana Chingiz Aytmatov alami deb turib nomlangan 3 oylik e'lon qilingandi. 3 oylik hozirgacha maktabimizda ko'rayotgan bo'lsanglar, shu Chingiz Aytmatovning chiqarmalari qirg'iz tili, mamlakatlik til bo'yicha nimalarda lozinglar deganmiz, chiqarishlari gazetalarda ilib qo'yganimizdan ko'rgansizlar. Bardim. Shu 3 oylikda negizini kelib o'tadi, bardim. Ikkitalar. Shu munosabat bilan bugungi 8-sinf o'quvchilarini, o'g'il bolalarning orasida bo'layotgan mana futbol musobaqasini ham shu Chingiz Aytmatov jana qirg'iz tili jana Chingiz Aytmatov alami 3 oyligini negizida uyushtirib qo'ydi. Chingiz Aytmatov kim bo'lgan? Buni butun dunyo tan olgan, Qirg'izistonda o'zimizni taniqli yozuvchilardan ekan. Qirg'iz tili bu qirg'iz tili. Bizi yashab turgan mamlakatimizni, bizni yashab turgan davlatimizni mamlakatlik tili hisoblanadi. Shu munosabat bilan sizlarni bugungi uchrashuv munosabati bilan, bugungi musobaqa munosabati bilan sizlarga hammasini ko'rib, 8A ga ham, B ga ham, V ga ham omad bilan qolaman. Chiroyli futbol ko'raylik, chiroyli futbol o'ynab, yutganini tan olsin, yutganini tan olsin. Chiroyli futbol o'ynaymiz. Bitta bunaqa ikkinchi qo'ysa, boshqa qo'yib ketsa, bir-birimizni yaxshi sinashlikni to'xtatamiz. Chiroyli futbol o'ynab, 1 soat, 1,5 soatga biz arendaga olganmiz, nimani, zalni. Mana futbolni o'ynaymiz. Shu 1 soat, 1,5 soat ichida bizni chempionatimizni o'tkazib tugatib bo'ldi. Hammaga omad. Bugungi uchrashuvni chiroyli o'tishini tilab qolaman.